Assalomu alaykum. Men Rahmatli Yulduz Tolipovna sizlarga kolposkop tekshiruvi haqida ma'lumot bermoqchiman. Kolposkopiya tekshiruvi bu diagnostik usullardan biri hisoblanib, hozirgi kunda eng zamonaviy va eng aniq tashxis qo'yadigan usullardan biri hisoblanadi. Kolposkopiya tekshiruvi orqali biz tashqi jinsiy a'zolar, qand, bachadon bo'yni, bachadon holatlaridagi o'zgarishlarni aniqlaymiz. Ya'ni ikki xil turi mavjud: oddiy kolposkopiya va kengaytirilgan kolposkopiya. Biz asosan kengaytirilgan kolposkopiyadan foydalanamiz. Sizda agar har xil ajralmalar kelishi, nomuntazam og'riqlar, sigir tutolmaslik, diskomfort, qon ketish belgilari kuzatilsa, albatta kolposkop tekshiruvidan o'tishingiz zarur. Kolposkopiya tekshiruvi orqali biz papilloma, kandiloma, har xil eroziyalar, ektropion, leykoplakiya va eng asosiysi onkologik kasalliklarga aniq tashxis qo'ya olamiz. Unutmang, aniq tashxis davolash uchun qo'yilgan eng ishonchli qadamdir. Aziz ayollar, sizda xuddi shunaqa belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta kolposkopiya tekshiruvidan o'tishingiz zarur. Sizni klinikamizda kutib qolamiz.